بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, Alloh haq azza va jalla sizu bizlarga iymon va islom ne'matini ato qildi. Allohga shukronalarimiz bo'lsinki, biz mu'min musulmon bo'ldik. Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi, xohlagan bandasini yo'ldan adashtiradi. Alloh hammalarimizni hidoyat qilingan bandalardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Qalbimiz doimo Alloh azza va jallaning dinida mustahkam bo'lsin. Qadamlarimiz sobit qadam bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Bizlar azizlar ko'p sinovlarni boshimizdan o'tkazdik. Avvalgi tuzum, sobiq ittifoq davri, dahriylik davri, dinimizga qarshiliklarni ko'rdik. Ehtimolki o'sha davrlarda azizlar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon kalimasini aytib olishlikni o'zi katta ish bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'pchilik iymonda mustahkam bo'lsa-da, lekin hamma ibodatlarni qilishlikni imkoniyati ham bo'lmadi. Ammo Alloh bizlarga mana shunday iymon, e'tiqod erkinligini berib, hammamiz bemalol ibodat qilishlik baxtiga musharraf bo'lib turgan bir pallada ba'zan bizlarga savol berilib qoladi. Domla, uyda men o'zim ibodatdaman, namozdaman, lekin afsuski onam namoz o'qimaydilar, onam ibodat qilmaydilar yoki otam ibodat qilmaydilar. Qanday muomala qilishimiz kerak deydi. Ba'zilar bunaqa narsada keskin muomala qilib yoradilar. Go'yoki mana shu uyda yashashlikni xohlamay qoladilar, o'zlariga sig'may qoladilar. Shunga o'zlarini aybdordek his qiladilar. Hatto ba'zi birlari uyini tashlab chiqib ketib qolar ekan. Aslo bunday qilmaslik kerak. Siz ibodatdamisiz? Siz taqvoda turibsizmi? Hali otangiz, hali onangiz to'la taqvoga, to'la ibodatga kirmagan bo'lsa, ularni jahl qilib tashlab chiqib ketmang. Ularga qo'pol muomala qilmang. Azizim, siz namoz o'qiyotganligingiz uchun ota-onangiz mamnun bo'lsalar. Siz namoz o'qishdan avvalgidan ko'ra namoz o'qiganingizdan keyin, ibodat qilganingizdan keyin ota-onaga mehr oqibatingiz yana ham kuchaytiringki, ota-onangiz sizni mehringizni ibodatdan deb bilsinlar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu da hayotini eslamoqchi bo'ldik. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilasizlar, hadis rivoyat qilish bo'yicha eng birinchi o'rinda turadigan sahobalardan hisoblanadi. Ulug' sahobalardan hisoblanadi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan paytda ham onalari musulmon bo'lmagan, muslima bo'lmaganlar, mushrika bo'lganlar. Mana shu holatda ham onasiga doim yaxshilik qilib yurardilar. Kunlardan bir kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu onasi bilan suhbatlashib o'tirib, onasini iymonga chaqirdilar. Onajon, iymon keltiring, muslima bo'ling, sahobiya bo'lish baxtiga musharrafa bo'ling axir degan gaplarni gapiruvdi. Onasi shunday jahli chiqib ketdiki, nafaqatgina iymon keltirishlikdan yuz o'girish, balki Abu Hurayra radhiyallohu anhu va barcha musulmonlar sevgan, u zot uchun jonini berishlikka tayyor bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilib yubordi. Og'zidan Rasulimizni sha'nida yomon gaplar chiqib ketdi. Abu Hurayra bu gaplarni o'z onasidan eshitayotganligi, dunyoga keltirgan volidasidan, oxiratda shafoat kunanda bo'lgan Rasululloh rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambar alayhissalomga nisbatan haqoratlarni eshitar ekan, Abu Hurayra hech narsa qila olmay qoldi. Onajon, bunday demang, onajon, bunaqa gapirmang deyishlikdan nariga o'ta olmadi. Ko'zlaridan yosh oqib yig'ladilar. O'rnlaridan turib yig'lab uydan chiqib ketdilar. To'g'ri payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga ko'zidan yosh oqqan holatda alam bilan kirib bordi. Rasulimiz alayhisalom Abu Hurayra radhiyallohu anhuning holini ko'rib, "Ya Abu Hurayra, nima bo'ldi?" dedi. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin. Meni onamning haqqiga duo qiling" dedilar. Onamga men hozir siz haqingizda din haqida gapirsam, siz haqingizda yomon gaplar gapirib yubordilar. Chiday olmadim, yig'lab yuborib oldingizga keldim. Axir nima qilay? Onam-ku, duo qiling, onam hidoyat topsinlar dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam tabassum qilib kuldilarda, qo'llarini duoga ochdilar. Abu Hurayra ham amin deb turibdilar. "Ya Rabbi, Abu Hurayrani onasini hidoyat qilgin" deb duo qildilar. Abu Hurayra xursand bo'lib duodan keyin uyiga qaytib keldilar. Kesalar hujraning eshigi bekiq ekan.
Eshikni taqillatganida ichkaridan onasi kim dedi. "Man onajon, kirishga ruxsat bering" dedilar. Shunda "To'xtab tur bolam" dedilar. Eshik tagida kutib turdilar. Ichkaridan suv ovozi eshitildi. Hayron bo'ldilar. Bir ozdan keyin eshik ochildi. Ichkariga kirsalar, onalari boshiga endigina ro'molini tashlabdilar. Qarasalar, onalari g'usl qilibdi. Hayron bo'lib qarab turuvdi. O'g'illari kirishiga g'uslda bo'lib tahorat olingan Abu Hurayraning onasi Abu Hurayraga qarab, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" dedilar. Bu gapni eshitar ekan Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunda ham xursand bo'lib ketdilarki, "Onajon" dedilar, "iymon muborak bo'lsin" dedilar. Yana orqasiga qaytdi. Endi bu safar ko'zidan quvonch yoshlari oqib qaytdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kirib borar ekan, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, onam muslima bo'ldilar, onam mu'mina bo'ldilar, duoyingizni barakoti bilan" deb kirib bordilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga yig'lab kirar ekan, oldilariga kelib endi yana duo so'radilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni va muslima bo'lgan onamni haqqiga duo qiling. Hamma bizni yaxshi ko'rsin, hamma bizni haqqimizda duoda bo'lsin" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam duo qildilar. Abu Hurayrani va uni onasini hammaga suyukli qilgin dedilar. Shuning uchun hammamiz Abu Hurayra va uni onasini sevadigan bo'ldik azizlar. Mana bu narsa hammamiz uchun ta'lim bo'lish kerak. Ota-ona ibodat qilmasa undan yuz o'girmaslik kerak, balki yig'lab duo qilish kerak. Axir ota-onani ibodatidan bizga nima manfaat? Nima uchun iltimos qilamiz? Ular do'zaxi bo'lib qolmasin, ular azoblanib qolmasin deymiz. Shunday ekan, biz munosabatimizni hech qachon buzmasligimiz kerak. Ular qanaqa holatda bo'lsa ham xizmatida bardavom bo'lishlik bilan birga tahajjud o'qib Allohdan so'rash kerak. Yig'lab Allohdan so'rash kerak. Ana o'shunda Alloh siz va bizlarni hammamizni bir-birimizda muhabbatimizni, oilamizni dini diyonatda sobit qadam qiladi. Bir-birimizni haqqimizda faqat duoda bo'lish kerak. "Men ibodatdaman, taqvodaman" san bundoq deyish kerak emas, balki hammamiz ibodatda, taqvoda sobit qadam bo'lishligimiz uchun doimo bir-birimizni haqqimizda faqat yaxshi duolarni qilib borishimiz kerak. Uyingizda o'zingiz ibodatda, toatda, taqvoda turgan bo'lsangiz, boshqalarni kamsitmang, balki ularning haqqida duoda bo'lavering. Hidoyat bu Allohdan. Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi, xohlagan bandasini adashtiradi. Alloh azza va jallaning irodasi bilan bo'ladi. Hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallamning amaklari Abu Talib shunday yonlarda yurgan bo'lsalar-da iymonga kelmadi. Buni Alloh xohlamadi. Shunday ekan, bizning vazifamiz duo qilish, yaxshi gapirish, Allohdan iltijo qilish. Hidoyat esa Allohdan. Hammalarimizni, oilalarimiz, yaqinlarimiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatimiz ziyoda bo'lsin. Toat va ibodatda sobit qadam bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin.